Nima suhbat qilay. Qayerga ketyapsiz? Men Moskvaga ketyapman. Moskvaga bilet narxingiz qanchadan sotib oldingiz? 850 ming. 850 ming. Oldin ham avtobuslardan foydalanganmisiz? Men faqat Almatagacha borganman. 2 marta borganman. Rossiyaga endi birinchi borish. Avtobusda. Siz kimdir tavsiya qildimi bu yerni yoki o'zingiz topib? Internetdan topdim. Internetdan ko'rib kelgansiz, to'g'rimi? Mana kassadan oldim bilet. Biletni kassadan xarid qildingiz, tushunarli. Avtobusimizni qulayliklari haqida nima deyapsiz? Qulaylik o'ta zo'r ekan. Juda zo'r. O'zim hozir sal kun turgan ekan. O'chaloqroq. Siz qayerga ketyapsiz? O'tib ketayolyapman. Qayerga ketayotganingizni aytingiz. Moskvaga ketyapman. Shuni so'raysiz. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Mayli, hozir qayerda ko'ramiz? Siz bilan gaplashing. Toshkent Kazan. Rossiyaga ketyaptilar ekan. Abror akamga. Abror akamga deydi. Kimning yoniga? Akam. Assalomu alaykum. Ketayotganlarni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Moskvaga. Moskvaga biletni qanchadan sotib oldingiz? Kassadan 850 mingdan olishdi xo'jayin. Sizga kimdir bu yerni tavsiya qilishdimi yoki o'zingiz topib keldingizmi? Yo'q, internet orqali kelib kassadan olishdik. Internetdan ko'rib kelishibdi, rahmat sizga. Oldin avtobusdan foydalanganmisiz? Yo'q, faqat samolyotda endi birinchi marta oilaviy ketishga Oilaviy? Mana xo'jayinim oilaviy. Xo'jayiningizmi o'zi? Oila. Tushunarli. Bilan ketamiz, yo'lda yaxshi ko'ramiz постоянно, yo'lda ketishni. Avtobus yaxshimikan? Avtobus yaxshi, qulayliklari. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi yetib olinglar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanishni xohlasangiz, ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib joyingizni biroq qo'yishingiz mumkin yoki bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qiling. Yangiliklarimiz hali oldinda bizni kuzatishda davom eting.